Hammaga salom borlar, yaxshimisizlar, tushimsizlar, charchamayapsizlarmi? Kayfiyatli chigim bugun sizlar bilan Roblox o'ynaymiz. Ko'rib turganinglardek. Robloxda mamqatgan o'ynaymiz. Xos. Qatida bitta yozsam. Chiqmayapti, to'g'ri. Bo'pti. Mana mamqatgan o'ynaymiz. Mana mashina. Ahamiyat bermisizlar, sal shamollaganman. Bu videoda короче boshqatdan boshlanadi. Hozir o'sha odamlar finishga ketib qolgan. Skateboardda bo'lasizlar. Bu videoda emas, oldinroq mana shu o'yinda. Skateboardda mana shunaqa finishga yetib borishingiz kerak bo'ladi. Mana shu sinovlardan o'tib. Tepada nechinchi o'rinda qayoqda yurganinglarni ko'rib turiladi. 3 minut vaqtim qoldi mana. Har bir odam kirgan paytda o'yin 2x tezlashib keturadi. Aniqrog'i vaqt 2x tez ketib qolaveradi. Shuning uchun hozir bitta odam kirsa 3 minut vaqt 1,5 minutga aylanadi. Aylanmaydi. 3 minut bo'ladi, yonida 2x turgan bo'ladi. 1 2 3 4 boshqa ketayotgan bo'ladi. Mana 2x bo'ldi. Vaqt ko'rasizlarmi tezligini? Vaqt xuddi shunday tezlikda aylanadi. Xo'p. Oldingi videoda aytgan edim. Mana Xudo xolasa 50 obunachi qilib beringlar. Hatto like bosib qo'yinglar dedim. To'g'risi videogim kelmayapti-da. Mayli oldim. Oxirgi imkoniyat bu. Bitta ham like kelgani yo'q. 350 dan ko'p podpischik bo'ldi. Ukam bilan olgan videoim bitta ham like yo'q. 350 ta podpischik emas, prosmotr bo'ldi. Bitta ham like yo'q. Like ham yo'q. Obuna ham yo'q. Mana o'sha video qo'yim kelmadi. Chunki prosmotr orqasidan hech nima kerak emas menga prosmotr. Prosmotr ham to'g'ri yaxshi. Lekin prosmotr ko'rayotgan odamlar obuna bo'lmasa, hozir bilasizlarmi, agar 300 ta odam ko'rayotgan hamma odam obuna bo'lganda-chi, shunaqangi aktivim oshib, men hamma o'yinlarni kuniga ikkitadan narsa video olaman. Tushunasizlarmi? Kuniga bir xil paytli. Mana boshqatdan boshlandi. Mana birda ketaman. O'sha ana tepadagi vaqt tugaydi. Tez tugamadi, просто bir ikkita odam kirganiga ikkita odam kirdimi, o'sha 3x bo'ladi. Sizlar obuna bo'lmayapsizlar. O'sha o'ynagim kelmayapti to'g'risi. Boshqa blogerlarga o'xshab yoki-da boshqa menga o'xshab video oladigan bolalarga o'xshab aldamayapman. To'g'risi, olgim kelmayapti. Chunki o'tgan safargi videoimga kirsanglar, juda ham bir qiziq kayfiyatda gaplashgan edim sizlar bilan. Lekin bu videoda unaqa emas. Agar 50 ta podpischik qilib bersanglar, aytdim. 5 soat stream bo'ladi, short stream bo'ladi 5 soat ichida degan edim. Men gapimni turadim. Turmoqchi edim. Lekin hali qilib berganinglar yo'q. Agar 300 ta odam ichida hammasi obuna bo'lganda-chi, hozir kuniga 7 talab video qo'yishga ham rozi bo'lardim. Chunki menga uydagilarim gapirishmaydi bu narsa orqasida. Telefonni ham olib qo'yishmaydi. Boshqa odamlarga o'xshab. Lekin podpiska bo'lmasa qizig'i yo'q. 5 soat stream qilaman deb ha? Short streamda 50 ta bo'lmaguncha qilib bo'lmaydi. Shuning uchun 50 ta bo'laylik deb 5 soat. Ham qo'rqinchli videoda deb Lekin bo'lmadi. Agar bo'lganda hozir stream qotgan bo'lardim. O'tgan safargi videoning 350 nechtadir prosmotr chiqib qaranglar, ukam bilan olgan videoimni.
Lekin bitta ham like yo'q-da. Menga har bir obuna bo'lgan odamga men ham obuna bo'laman. Davaychi shunaqa qilaylik. Men ham sizlar ham bir-birimizga obuna bo'lamiz. Keyin men short stream qilardim 50 ta podpisчик bo'lgandan keyin. Qo'rqinchli video narsalarni o'ynab ham short stream ham 5 soat. Buni qilishni xohlamayman to'g'risi. Lekin shuncha ko'rasizlar va podpiska bo'lmayapsizlar. Уже qo'yish anaqasi ham qolmadi. Mana shu balki oxirgi videoim bo'lishi ham mumkin. Men uchun. To'g'ri aytaman. Bo'lishi mumkin. Chunki men bu videolar kamida yarim soat montaj qilaman. Yarim soat. Degan balki 45 minutdan oshib ketadi bir xil paytlar. Katta videolarni olaman. Bu Instagramda Reels montaj qilmayapman. Bu montaj qilishda men to'g'ri bir ikkita narsalar qo'shmayapman. Lekin men grafikalarni, bir ikkita chiqib qolgan noto'g'ri narsalarni, reklamalarni kesishim kerak. Chiqib qoladi reklamalar. Hammasini men o'zim montaj qilishimga to'g'ri keladi. Lekin obuna bo'lmayapsizlar. Bu meni video chiqarishimga bo'lgan xohishimni nol qilib qo'yadi. To'g'risi. Har bir odam bir martadan obuna bo'lsa bormi? Prosmotr juda ko'p. Har bir ko'rgan odam. Xolasanglar Minecraft o'ynab turib aniq qilaman. Short stream qilaman. Nima tushib ketdi? Xolasanglar Minecraft, xolasanglar bo'y o'yinni stream qilmoqchiman nomman-ku. Mana o'sha video 8 minutlik bo'libdi. Hozir o'chiraman. 1 soatlik video olmayman. Chunki 10 minut bo'lishi kerak. 10 minutdan oshib ketsa-chi? Nima bo'ladi deganlar? 10 minutdan oshib ketsa videoni qo'yib bo'lmaydi. Chunki 50 ta podpiskam yo'q. Hamma narsa 50 ta podpiskaga borib taqalatdi. Men xohlamayman 50 ta podpiska. To'g'risi. O'sha videoni tugatadigan paytlar ham yetib keldi. Ko'rsam 50 ta qilib berganinglarda-chi, hozir maza qilib o'ynayotgan bo'lardim. Tanish o'ynayirdim. Keraksa 1 soat, 2 soatlab video olardim. Minecraft olardim. Lekin Minecraft o'ynamayman, chunki Minecraft o'ynasam bir ikkita narsa qilgunimgacha o'sha 10 minut o'tib ketib bo'lgan bo'ladi. Uy qurishga ham, qishloq topishga ham ulgurmayman даже. Hech nimaga ulgurmayman. O'sha videoni vaqti tugadi. Tugatdi. 50 ta podpiska qilib berasizlar degan umiddaman. Nimaga menda hali bir 2 ta podpiska? 2 dona. Lekin videoyimni ko'rishlar ko'p. Like 0 ta. To'g'ri, bitta videoyimda 8 ta, shorts videoyimda. Urushgan videoyimda 8 ta. Boks tushgan videoyimda. Boshqa videolarmi-chi? Короче, sizlarga chao. Tinch bo'linglar. Charchamanglar. 50 ta podpiska qilib beringlar, iltimos. Bo'pti sizlarga. Chao. Bye.